Demek bir adam ana şunda uçuk hakikatlarni ko'rib turib, har qanday bir moddiyatni haqiqatdan Allohning hidoyat yo'lidan, Allohning hukmlarining ustidan ko'rib oladi ekan, uning keyini qo'llash mangadi ekan, bu shu odamning muzi bo'ladi. Qo'rqinch vaqtida, musibat kelgan vaqtida, ziyonga uchraganda, kasal vaqtida, qandaq bir baloy ofat kelgan vaqtida va bir zulm ostidagi vaqtimizda Allohga shundoq yaqin, ammo u qiyinchilik beshimizdan ko'tarilgandan keyin buzilib ketsak, u burungi taqvoligimiz yo'qolib ketsa, bizmi Bani Isroilga o'xshash bo'lgan bo'lamiz. Chunki alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati bilan Sura Baqara darsimizniki kelgan yeridan davom qilamiz. Biz bugun Baqara surasining 91-oyatidan 103-oyatigacha bo'lgan mazmunlarni o'qiymiz. Bu mazmunlarda Alloh subhanahu va taolo nima haqida xabar berdi desanglar, yana shu Bani Isroillarningki illati haqida xabar berish orqali bizlarning u illatga tushib qilishimizdan ogohlantirdi. Xaronlarda bo'lgandek biz ilgirki darslarimizda Bani Isroillarningki bir qism illatlari bilan tunishib chiqdik. Bizning bugun tunishib chiqadigan Bani Isroillarningki illati bo'lsa, ya'ni biz ogohlantirilgan u illat bo'lsa nima desanglar, Alloh subhanahu va taoloning diniga amal qilish olsun, haromdan yenish olsun, buyurgan ishlarni qilish olsun, u ishni qilg'imiz kelmasa, nefsimizga ig'ri kelsa, nefsimizga ergashgan bo'lsa, uni uchuq samimiylik bilan e'tirof qilmasdan, balki uni boshqa bir bahonalar bilan yepishdan iborat bu saxta bahona, saxta iymonninki naqadar yomon illat ekanligidan xabar beradi. Chunki xabarimiz bo'lgandek bu yahudiylar dindan chiqib ketmagan. Biz kofir demagan, biz Tavratga amal qilmaymiz demagan. Lekin shu manfaatiga zid gap qolsalam, uningga boshqa bir uyan tepib, u yerdan atlab o'tib ketgan va yoki har xil bahonalar bilan o'zini oldigan. Alloh subhanahu va taolo eng g'azab qildigan ish mana mushu. Bizniki har kuni Fatihada o'qiydigan g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Sening g'azabanga uchuvchilarning yo'liga emas deymiz ya. U g'azabiga uchuvchilar kim? Dal yahudiylar. Nimishqa? Chunki yahudiylar Allohning dinini o'yinchoq shaklda o'ynagan va shundaqla dinni o'zgartirishga uringan. Bir odam diniga ishonmasa, kofir bo'ldi, uning ishi tugadi. Lekin men dinga ishonaman deb turib, dinni o'yinchoq o'yinda ko'rish ma'vo Allohning g'azabiga qo'yadigan ishlarning birisi. Shu Alloh subhanahu va taolo biz musulmonlarning biz musulmon deb turib Allohning hukmlarini o'ynash, Allohni aldashga urinish va saxta bahonalar bilan Allohning buyruqlaridan o'zimizni elib qochishdan iborat bu xil saxta pazlikdan Alloh subhanahu va taolo bizlarni ogohlantiradi. Xo'sh, unda bo'lsa, biz oldidan bu mazmunni texnik tushunishimiz uchun oyatlarni bir o'qib o'tib, ondan keyin oyatma-oyat tushunishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا
يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. Ulağa, Yahudilağa, yani Bani İsrail'lağa Allah Teala çürügen kitapka, yani Kur'an-ı Kerim'e iman eytinla değilse halu nu'minu bima unzila aleyna. Biz üzümüzgü çürügen kitapka iman eytimiz deydi. Biz ecdadımızdaki, atı-boğullarımızdaki, ilgirki peygamber atlarımızın dinine sadık kişilerimiz deydi. Yani bula biz kafir demeydi. Biz üzümüzün dini kanda sadık deydi. Ve yekfurune bima vera'a. O özünün kitabı Tevrat'ın keyin kelgan kitapni, yani Qur'on Kerimni inkar qiladi ular. Yani ular Qur'onni inkar qilish, Qur'onga ishonmasligini o'zining diniga sodiqlik bilan, imonda mustahkam turganlik bilan bizaydi. Va huval haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Va halanki Qur'on Kerim ularning qashidagi Tevratni tasdiqlovchi kitobdir. Qur'on Kerim yangi bir hukm elib kelmadi. Balkim Tevratningki asosiy tavhidlarni ular o'zgartirib o'tgan yerlarini yangilab, haqiqiy sap tavhidni, sap hukmlarni elib kelgan edi. Yani Qur'on Kerim u Tevratni inkar qilmaydi, rad qilmaydi.
Va shundaqla Tavratmi Qur'oni Karimni inkor qilmaydi, rad qilmaydi. Qur'oni Karim payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ba'zi sifatlari va bisharatlarini xabar beradi. Qul falima taqtuluna anbiya Allohi min qablu in kuntum mu'minin. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlar o'zinglarning dinida mustahkam turadigan, o'zinglarning kitobidagi hukmlarga amal qiladigan, o'zinglarning dinida mustahkam turadigan mu'min kishilar bo'lsanglar, o'zinglarning dinida nima uchun sizlar Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar? Vaholanki sizlarning kitobinglarda o'zinglarning payg'ambarlarini o'ltiringlar degan hukm bormidi? Yo'qdi. Ammo sizlar mana shunda Qur'onni inkor qilish kelgan vaqtida biz o'zimizning kitobiga amal qilamiz. Ya bahona ko'rsatsizlar, vaholanki sizlar o'zinglarning payg'ambarlarini o'ltirish orqali o'zinglarning kitobiga ishonmaysizlar. Agar sizlar o'zinglarning kitobiga ishongan bo'lsanglar, Allohning payg'ambarlarini o'ltirmaydinglar, deydi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali ularning Qur'oni Karimni rad qilishdagi saxta bahonasini yechib tashlaydi. Ya'ni sizlar biz o'zimizning kitobiga sodiq degan gapinglarni sodiq emassizlar. Chunki sizlar o'zinglarning kitobiga zid holda Allohning payg'ambarlarini o'ltirgan. Demek Bani İsrail mana shunda Allohning hukmlari olsun, Qur'on Karimga ishonish olsun, uni rad qilmay, saxta bahonlar bilan bizab turib, ondan keyin uni rad qilgan. Masalan, bugungi kunimizda ba'zi kishilar bor, namoz o'qing desa, men namoz o'qimayman demaydi, ammo chiroyli bahonlar bilan men namoz o'qimagan bilan mening qalbim pokiza deb boshqa bir gap bilan bizeydi. Va shundaqla zakat bering desa, bu zakat berishni rad qilmaydi ig'izda, ammo hozir zakat beradigan tuzuk ya yo'q. Hozir kishilar ishonchsizlashib ketdi. Nega beramiz deganga o'xshagan har xil bahonlar bilan Allohning hukmidan o'zini tadidi. Vaholanki ishonchlik ya bo'lsa zakat beramsiz. Siz namoz o'qishni rad qilgan o'sha sabablar yo'qolsa, namoz o'qamsiz, amaliyotda o'qimaydi, amaliyotda zakat bermaydi. Ya'ni qilg'isi yo'q ishni boshqa bir ish bilan, hatto o'zi dindor ko'rsatadigan, o'zining qalbini pokiz ko'rsatadigan mana shunday saxta ishlar bilan o'zini bizab, o'zini aldaydi. Demek bir adam uçuk halda men ishonmayman, men qilmayman desa, uning oqibati aniq bo'ladi, maydoni ochiq bo'ladi, uning hukmi ayrim bo'ladi. Ammo o'zini taqvoda ko'rsatib turib, o'zini yaxshi odamdek ko'rsatib turib, aslida o'zini saxovat qilg'usi bir odamdek ko'rsatib turib, shundaq niqob kirib olishni Alloh subhanahu va taolo qat'iy yoqtirmaydi va shundaqlar bunga Alloh subhanahu va taolo g'azab qiladi. Chunki bu yahudiylarningki, ya'ni Bani İsraillarningki Allohning hukmlarini rad qilishdagi uslubi. Bu Allohning oldigandek bir ish. Insonni oldig'ili bo'lishi mumkin. Hozir undaq qilolmaydi, bundaq qilolmaydi. Hozir zakat beradigan, sadiq qiladigan yaninki ishonchlik emas yoki tuzuk bir ya yo'q deganga o'xshagan har xil shaklda oldiga olishimiz mumkin. Ammo qalbdagini Alloh subhanahu va taolo biladi, Allohni oldig'ili bo'lmaydi. Va laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Sizlarga Musa ochiq mo'jizalarni elib kelgan. Ya'ni dengizning ikkiga ayrilishidan tortib, toshdan suv chiqqanga o'xshash, osmondan har xil yemekliklarni tushirib berganga o'xshash, bulutlarning sizlarga soy tashlashiga o'xshash, mana shunday ochiq mo'jizalarni elib kelgan sizlarga. Thumma ittakhadhtumul ajla min ba'dihi. Musa yo'q vaqt sizlar ana shunday ochiq mo'jizalarni ko'rib turibmi, Musayni sizlar iloh qilib oldinglar. Oltundan yasalgan, ana shunday paqirab turadigan Musayni ko'rgan vaqtinglarda sizlar u moddiyat oldida ma'naviy iymoninglar yo'qolib ketdi. Acizlashib ketdi. Shirkka tushdinglar sizlar. Va antum zalimun. U vaqt sizlar zolim edinglar. Allohning ana shunday ochiq mo'jizalarini ko'rib turib, Alloh shirk qo'shganliginglar uchun sizlar o'zingizlarga zulm qilgansizlar. O'zingizlarga Allohning azobini, Allohning g'azabini tatib akilish orqali o'zingizlarga zulm qilgansizlar deydi. Demak bir odam ana shunday ochiq haqiqatlarni ko'rib turib, har qanday bir moddiyatni haqiqatdan Allohning hidoyat yo'lidan, Allohning hukmlarining ustidan ko'rib oladi ekan, uning keyini qo'lishib mangadi ekan, u shu odamning muzi bo'ladi. Bu muzi masalasi tarixda o'tdi, tugadi. Bugungi kunimizda o'xshamagan muzaylar bor. Har birimizning muziga o'xshamasligi mumkin. Ya'ni iymoni ojizlashgan, to'g'ri yo'ldan chiqib ketgan kishilarning muziga o'xshamaydi. Ba'zi kishilar dunyodagi mansab va shuhratni eng ustun ko'rsa, shu shuhrat uchun va mansab uchun har narsadan voz kechishi mumkin. Allohning cheklamalariga parvo qilmasligi mumkin. Alloh buyurgan ishlarni qilmasligi mumkin. Mana shu vaqtda sizniki muzingiz shuhrat bo'ladi, mansab bo'ladi. Ya'ni ba'zi kishilar pul tepish uchun har qanday bir vositani tanlamaydi ekan, halol harom ayirmaydi ekan. Bu odamniki muzi ibodat qiladigan ma'budi bo'lsa, ana shu mol dunyo pul bo'ladi. Demak, bu muzay bugungi kunimizda har bir shaxsda o'xshamagan shaklda aks etadi. Va shundaqla masalan bugungi kunimizda ba'zi yoshlarniki muziyi, ya'ni Bani İsraillar cho'qinganga o'xshash muziyi uniki nafsi bo'lishi mumkin. Nimishqa bir odam o'zining nafsini ko'ngli tatgan ishni birinchi o'ringa qo'yib oladi ekan, eng a'lo biladi ekan. Ko'ngli tatgan ish Alloh cheklagan ish bo'lsin va yoki cheklanmagan ish bo'lsin, ayirmaylam qiladi ekan. Ya'ni men o'zim yaxshi ko'raman deb shunday qiladi ekan, u odamning muziyi nafsi bo'ladi. Havoy havasi bo'ladi, xohishi bo'ladi. Demak, buni tarix sifatida o'qib ketmay, men bu bir muzayni iloh qilib oldimmi? Mening muzayim nima? Nafsimmi, shahvatimmi, shuhratmi, mansabmi, mol dunyomi deb vaqt o'ylashimiz kerak. Agar bizningki nafsimiz hammadan ustun qo'yilgan bo'lsa, mol dunyo hammadan ustun qo'yilgan bo'lsa, shuhrat hammadan ustun qo'yilgan bo'lsa, bizning ahvolimiz xatar. Chunki biz shu narsalarni qanday qilgan bo'lamiz? Iloh qilib olgan bo'lamiz. Wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakumut-tur. Alloh taolo deydi, biz sizlardan mahkam, mustahkam ahd olgan edik. Ey Bani İsraillar. Wa rafa'na
rafa'na fawqakumut tur. Sizlarning ustinglarda tur tig'ini kutirib, mushundaq tashlaydigan holatda sizlarni qo'rqitib turib, xudu ma ataynakum biquwwa. Sizlarga tushgan kitobni mustahkam tutinglar. Ya'ni Tavratning hukmiga mustahkam amal qilinglar. Tanlab emas, ko'nglingiz xolig'ini emas, hammasiga birdek holda amal qilinglar. Wasma'u, quloq solinglar degan edi. Tur tig'ini Alloh subhanahu va taolo u Bani Isroillarning ustida mushundaq tutib turib, bu ahdin ag'a vaqtida ular nima degan? Qalu sami'na. Ular biz anglaymiz degan. Allah subhanahu wa ta'ala tur tig'ini ularning ustidan ko'tarib yotgandan keyin va asayna, ular isyon qildik deb isyon qilgan. Demak, qo'rqinch vaqtida, musibat kelgan vaqtida, ziyonga uchraganda, kasal vaqtida, qandaq bir baloy ofat kelgan vaqtida va bir zulm ostidagi vaqtimizda Allohga shundaq yaqin, ammo u qiyinchilik beshimizdan ko'tarilgandan keyin buzilib ketsak, u burungi taqvoligimiz yo'qolib ketsa, biz mu Bani Isroillarga o'xshash bo'lgan bo'lamiz. Chunki ba'zi vaqtda inson besim ostida, bir musibat uchragan vaqtida, zulm ostida Alloh subhanahu va taologa yaqinlashidi, ammo bu yaqinlashish, bu taqvodorlik rostmi yolg'onmi qachon ayriladi? U besim ko'tarilgan vaqtida, u zulm yo'qolgan vaqtida, u qiyinchilik ko'tarilgan vaqtida shu taqvodorlik o'z betida turalsa, a qiyinchilik vaqtidagi taqvodorligimiz, zulm ostidagi taqvodorligimiz rost bo'lgan bo'ladi. Unda emas, qiyinchilik ko'tarilgan hamallam taqvodorligimiz yo'qolib ketsa, bizning ahvolimiz Bani Isroillarga o'xshash bo'ladi. Biz Bani Isroillarga o'xshash sami'na va asayna degan bo'lamiz. Ig'zimizda biz mu'min, biz amal qilamiz, biz Alloh nim degan bo'lsa shuni qilamiz degan bo'lamiz, lekin bir oz erkinlikka chiqqan vaqtda, u ustimizdagi turtig'i ko'tarilganga o'xshash qor kunlar ketgan vaqtida asiylik qilgan bo'lamiz. Shuning uchun buni alohida diqqat qilishimiz kerak. Masalan, bugungi kunimizda ko'pinchimiz bilamiz, vatandagi vaqtimizda undaq taqvo tutdik, chet elga chiqib, mundaq pasqilishib ketdik deb. Gunoh vatan va chet elda emas. Gunoh o'zimizda, o'zimizningki nafsida. Hamda shu vatanda rost taqvo tutdik, chet elga chiqqandan keyin aylanadi. Demak, biz chet elga chiqqandan keyin asiylik qilgan bo'lsak, erkin dunyoga chiqqandan keyin ahvolimiz xatar. Chunki biz Bani Isroillarga o'xshash bo'lgan bo'lamiz. Hamda inson nima uchun ana shunday qiyinchilik tushgan vaqtida taqvo, kasal bo'lgan vaqtida, ziyonga uchragan vaqtida Allohga o'zini yaqin tutadi, erkinlikka chiqqandan keyin buzilib ketadi, pasiqlashib ketadi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatning davomida buning sababini deb qo'ydi. İnsan erkinlikka chiqqan vaqtida, beshidagi qor kun ketgan vaqtida, qalbiga iymonning o'rniga dunyoni sulugan vaqtida mana shundaq osiylik qiladi. Mana shundaq va'dasi turmaydi. Mana shundaq pasiqlashib ketadi. Shunga bir odam beshidagi qor kun ketsa, musibatdan qutulsa, zulmdan qutulsa, birinchi qilib qildigan ishi chuqum Allohning hidoyatida mustahkam turish uchun barliq vositalarni ishlatish kerak. Uningga tirishchanlik ko'rsatish kerak. Unda bo'lmaydi ekan, uning qalbiga dunyo kiradi, Allohga osiylik qiladi. Allohning buyrug'iga egri kelishga boshlaydi, pasiqlashadi. Shunga Alloh subhanahu va taolo bu oyatning davomida ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ularning qalbiga inkor qilganligi sabablik, tuzkorlik qilganligi sabablik muzayning muhabbati, u oltindan yasalgan moddiy narsaning muhabbati ishtirilgan deydi. İşgüzülgen deydi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu ayette ularning qalbiga muzayning muhabbati kirgizilgan yoki silingan demasdan ishgüzülgen dedi. Nima uchun? Chunki bir odam suv ichgan vaqtida suv uning tilida qolmaydi. Uchida qolmaydi, bedanga singib ketadi. Hujayralarga tarqab ketadi. Demak, sizga moddiy narsalarning muhabbati ana shundaq singib ketgan bo'lsa, hujaylaringiz qadar, tirnoqingiz qadar singib ketgan bo'lsa, mana shu vaqtda sizda pasiqlik boshlanadi. Allohning buyrug'iga osiylik qilish boshlanadi. Shuning uchun mal dunyoninki moddiy narsaning muhabbatini asla qalbimizga cho'nqir singib ketishidan qattiq saqlanishimiz kerak. Bu pasiqlikninki, osiylikninki tunji qadami. Bani Isroillar mana shunda o'zining qalbiga oltindan yasalgan muzayning muhabbatini ishkizib etgan bo'lg'achqa, uninki qin-qiniga singib ketgan bo'lg'achqa, ana shunda uchuq mo'jizalarni ko'rib turibmi, Allohga osiylik qilgan, pasiqlik qilgan. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz o'zimizning kitobiga sodiq, biz o'zimizning payg'ambariga ishonamiz, o'zimizning kitobi bo'lgan Tavratga iymonimiz bor degan gapinglarni rasul bo'lsanglar, agar sizlar ana shunday mu'min bo'lsanglar, o'zinglarning diniga bu sizning iymoninglar ajab yomon ishga buyuridikina, payg'ambarlarni o'ltirishdan iborat, muzayni iloh qilib olishdan iborat, mana shunday ajab yomon ishga buyuridikina sizlarning iymoninglar deyish orqali Alloh subhanahu va taolo ularga kinoya qiladi. Va shundaqla ularniki biz o'zimizning diniga sodiq degan gapini yolg'on ekanligini aytib tashlab beryapti. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo ularninki biz Allohning tanlangan bandalari jannatga faqat bizlam kiramiz degan bu iddaosiga raddiya berib, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallohi xolisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum sodiqin. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar Allohning qishdagi oxirat hayoti, ya'ni jannat boshqalarga emas, faqat sizlarga xos bo'lib qolsa, jannatga faqat sizlarlam kiradigan ishinglar bo'lib qolsa, fatamannawul maut. O'limni orzu qilib baqinglarmisiz? Agar sizlar rostchilik bo'lsanglar. Ma'lum bir odam bir yerda har xil qiyinchiliklarga uchrab, jafo tortib yashagan bo'lsa, u odam mening paloniyada mundaq bir dacham bor, men u yerda rahat yashay olmayman degan bo'lsa, agar rasul bilaman bo'lsa, menga bir dachangizga borib yashang desa, u odam darhol ketadi. Ammo yolg'onchi bo'lib qolsa, u yerga ketolmaydi. Bani Isroillar dal shunga o'xshash Alloh subhanahu va taoloning jannatiga bizlam kiramiz deb iddao qiladi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga vahiy qilish orqali ulardan agar jannatga o'zlam kiradigan ish bo'lib qolsa, ma dunyoda jafo tortib yurmay, kessin jannatga. O'limni orzu qilsin deb
Allah subhanahu wa taala ularga mana shunday jang e'lon qildi. Ular o'limni orzulanib qolgan bo'lsa, o'lib ketdi. Buni biletdi Yahudilar. Shuning uchun o'limni orzu qilg'ilimi unimadi. O'limni o'ylag'ilimi unimadi. Agar ular jannat bizga xos degan gapida rasul bo'lgan bo'lsa, albatta o'limni orzu qilib, u abadiy xotirjam yashaydigan jannatga ketgan bo'ladi. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Ular o'limni hargiz orzu qilmaydi. Nimishqa qilgan ishini o'zi biladi. Yani ular o'zi qilgan ishi sababli payg'ambarlarni o'ltirgan va shundaqla muzayni iloh qilib olgan, payg'ambarlarga aziyat bergan mushundaq jinoyat sababli ular hargizmi o'limni orzu qilmaydi. Vallohu alimun biz-zolimin. Allah subhanahu va taolo ana shundaq gunoh qilish orqali, payg'ambarga aziyat berish orqali, o'zining kitobini nafsiga yoqmagan yerlarni o'zgartirish orqali o'ziga zulm qilgan zolimlarni va shundaqla o'zini boshqa kishilarni tuvan ko'rish orqali jamiyatga zulm qilgan bundaq zolimlarni yaxshi bilguchi. Nima ish qildi va shundaqla qandoq jinoyat o'tkazdi va shundaqla qalbida nimani o'yildi, ig'iz nim degan bilan buni Allah subhanahu va taolo yaxshi biladi deydi. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Ularni, yani Yahudilarni, Bani İsraillarni va shundaqla Yahudiylaşgan insonlarni kishilarning ichida hayotga eng hirisman, amroq ko'rsan deydi Allah subhanahu va taolo. İnson hayotga amroq, lekin nafsi buzilgan, nafsi Yahudiylaşgan inson hayotga, u hayot qanday hayot bo'lsin, pes hayot bo'lsin, kufr hayoti bo'lsin, gunohga patgan hayot bo'lsin, hayotga intayin hirisman keladi. Demak bir odamningki qandalam hayot bo'lsin, dunyoga bo'lgan muhabbatiniki haddidan ziyodi ishib ketishi o odamning nafsiniki Yahudiylaşganligini ko'rsatadi. Mu'min dunyoda yashaydi, dunyodan foydalanadi, lekin dunyoga undaq hirisman bo'lib ketmaydi. İnson dunyoga hirisman bo'lib ketgan vaqtida oxir endi chuqum unutadi. Va minallazina ashraku deydi Allah subhanahu va taolo. U Yahudilar va shundaqla Yahudiylaşgan insonlar ma mushriklardan, dinsizlardan, ateistlardan mo hayotga amroq deydi Allah subhanahu va taolo. Qaranglar, mushrik, dinsiz, kafir, oxiratga ishonmayman deydi. Gap tugaydi. Mush hayatı dünyada yapışıdı. Ama Yahudiler ve şundaqla özü Müslüman dep durup Yahudilaşgan insonlar, nefsi Yahudilaşgan insonlar oxiratga ishongan bo'lg'achqa, qilgan yomon ishlarni bildigan bo'lg'achqa, oxiratga borsam jazoga tortilib qolmay, shuning uchun mush hayot yashab olay deb hayotga bo'lgan amroqligi ularning texmi eshib ketadi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana. Bu sababdan ularningki biri 1000 yil yashashni orzu qiladi. 1000 soni arab tilida odatda uzun, cheksiz sonni ifodalash uchun keladi. Ya'ni ularningki biri uzun, cheksiz o'lmay yashashni orzu qiladi. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. Ularning uzun ömrü kürüşü ularni Allah'ın azabından kurtuldurammaydı. Maqul özün degandek 1000 yil yaşasın, 100 000 yil yaşasın, hamını ölemdi o, hamını Allah'ın azabına tutuldu. Şunun için Allah'ın azabından kurtuluşunun yolu ölmey uzun yaşaş emas. Aksice Allah qasilik qilib yaşagan adam qancha uzun yaşasa, onun günahı texmi köpüydü. Allah'ın azabından kurtuluşunun yolu Allah'a tövbe qilib haqiqiy mümin bulup yaşaş. Vallahu basirun bima ya'malun. Ular qilgan ishni Allah Taala iniq ko'rib turg'uchidir. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idhnillah. Allah subhanahu va taala ma oyatdimi Yahudilarning iymon etmasligidagi saxta bahonisini echib tashlaydi. Ya'ni Yahudilar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishig'iga kelib, "Ey Muhammad, sana vahiyni qaysi farishta elib keladi?" deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Jibril elib keladi degan vaqtida Yahudilar undaq bo'lsa biz iymon etmaymiz. Chunki Jibril bizning sirlarimizni echib, bizni qattiq azoblar bilan ogohlantiradigan bir farishta bu. Bu farishta vahiyni elib kelgan bo'lsa biz iymon etmaymiz deb mana shundaq bir saxta aqmas bahonalarni o'ttirib qo'ydi. Shunga Allah subhanahu va taolo ularga "Qul, ey Muhammad ularga aytqinki, men kana aduwwan li Jibril, kimki Jibrilga dushman bo'lsa, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'iznillah." O Jibril sening qalbingga Qur'on Karimni Allohning izni bilan tushirdi u. O'z chaqlab ish qilmadi Jibril. Uni dushman tutqili. U Allohning buyrug'ini ijro qiladigan farishta u. Mayli Qur'onni nozil qilish bo'lsin, mayli Yahudilarning sirlarini ichib tashlash bo'lsin, ularni Allohning azobidan ogohlantirish bo'lsin, hammasi Allohdan keladi u. Unda bo'lgan ekan, ularningki Jibril alayhissalomni o'ch ko'rib iymon etmasligi aqmas bir bahona. Musaddiqan lima bayna yaday. U Jibril payg'ambarning qalbiga tushirgan u kitob bo'lsa, o'zidan ilgirki Tavrat o'xshash kitoblarni tasdiqlaydi u, rad qilmaydi. Va huda u kishilarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Va bushra lil mu'minin. Allohga ishongan kishilarga xush bishorat beradigan kitob. Man kana aduwwan lillahi va malaikatihi va rusulihi va Jibril va Mikala fa innalloha aduwwun lil kafirin. Kimki Allohga, farishtalarga, elchilarga va Jibrilga va Mikailga dushman bo'ladi ekan, haqiqatan Alloh subhanahu va taolo kofirlarning dushmanidir deydi. Qarang Alloh subhanahu va taolo bu oyatda kimki farishtalarni bir-biridan ayiradi ekan, birini do'st, birini dushman qilib oldi ekan o'ziga. Va shundaqla payg'ambarlarni, elchilarni bir-biridan ayiradi ekan va shundaqla u farishtalarning ichidan Jibril va Mikailni birisini do'st, birisini dushman qilib oladi ekan, haqiqatan Alloh subhanahu va taolo kofirlarning dushmani deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ularning dushmani demak, kofirlarning dushmani deydi. Bu orqali Alloh subhanahu va taolo kimki mana shunday farishtalar, payg'ambarlar orasida ayirmachilik qiladi ekan, u kofirdir, uning dushmani Allohdir deganga ishorat qiladi. Ondan Allah subhanahu va taolo "Va laqad anzalna ilayka ayatin bayinat." Ey Muhammad, biz sizga ochiq, ro'shan oyatlarni nozil qildik. "Va ma yakfuru biha illa al-fasiqun."
u uchuq oyatlarga faqat fosiqlar inkor qiladi. Fosiqlar ishonmaydi deydi. Fos degan qanda o'zining Alloh subhanahu va taolo yaratgan sog'lom tabiatidan chiqqan, sog'lom fitratidan chiqqan kishilar. Asli fasaqa degan arab tilida qurtninki o'sha yaratilgan qapidan chiqishini ko'rsatadi. Fosiq bo'lsa Alloh subhanahu va taolo insonni yaratgan u tabiatidan, sog'lom tabiatidan chiqqan insonni ko'rsatadi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo har bir odamni bir ilohga intiladigan, yomon ishlarni yomon ko'radigan, axloqsiz ishlarni axloqsiz ko'radigan mana shunday fitrat bilan yaratadi. Shunday bir qopning ichida yaratadi. Ya'ni e'tiqodiy jihatda, axloqiy jihatda shunday bir qopning ichida yaratadi. Lekin inson tafakkur qilmaganda va shundaqla yomon ishlarni qilavergan vaqtida mana shu Alloh yaratgan e'tiqodiy va axloqiy qopdan chiqib ketadi. Ya'ni fitrat qapidan chiqib ketadi. Mana shunday fitrat qapidan chiqib ketgan inson Allohning uchuq oyatlarini inkor qiladi. Shu Alloh subhanahu va taolo va ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Allohning uchuq oyatlariga faqat fosiqlar, ya'ni sog'lom fitrat qapidan chiqqan insonlar ishonmaydi, inkor qiladi deydi. Ava kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum. Ular Yahudilar va shundaqla yahudilashgan musulmonlar qanday qiladi? Qachoniki bir ahd tuzsa, ularning bir bo'lagi u ahdini buzadi deydi. Ya'ni yahudilarning eng cho'ng illati nima desanglar, ahdini tuzgan vaqtida endi bu ahdini qanday qilib o'zimga foyda keladigan shaklda buzaman deb mushkil shaklda o'ylashga boshlaydi. En xatarlik tarafi mush. Shunaqlar bulan hammasi buzmaydi. Bular bunda o'yin o'ynaydi. Bir bo'lagi ahdini buzadi, qolgan bir bo'lagi shunga agishib qiladi. Savol so'roq uchirgan vaqtida biz buzmadik, avla buzdi deb mana shunda o'yin o'ynashadi. Kishilarni aldamoqchi bo'ladi. Bal aktharuhum la yu'minun. Balki ularning ko'p sonliqi ishonmaydi. Ya'ni ularning ahdini buzishdagi sababi iymoni yo'q. İmanı aciz. Ahiret hayotiga haqiqiy ishonadigan odam ahdini buzmaydi. Shunga bugun kunimizdami? Yahudiylaşmagan inson, haqiqiy mu'min, oxiratga ishonadigan mu'min, Allohning hisobga tortadiganligiga ishonadigan mu'min bir ahd qilishgan bo'lsa, uni buzmaydi. U odamning ahdini buzganligi, va'dasida turmaganligi iymondan masal chiqqanligi. Nafsininki yahudiylaşganligining alomati. Demek ehdining iman bilan bevosita zich munosabati bor. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Ularga Alloh tarafidan qo'llaridagi kitobni, ya'ni Tavratni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, bir elchi kelsa, nabada fariqun minallazina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim. Kitob berilgan kishilardan bir bo'laki Allohning kitobini keyniga cho'rib o'tadi. Ma kitobni keyniga cho'rib o'tish degan gap arab tilininki so'z ishlatish uslubida bor bir gap. Yani bir adam bir işini kendiga cho'rvatdi degan gap, anglamas, ko'mas bo'lib oldi degan gap. Bir adam bir ishni anglab turib, kurab turib, anglamas, ko'mas bo'lib olgan bo'lsa, u ishni kendiga cho'rvatdi deb ishlatadi. Alloh subhanahu va taoloninki u kitob berilgan kishilardan biri bo'laki, ularning qashdiki Tavratni tasdiqlaydigan bir elchi kelsa, Allohning qashdan, ular Allohning kitobini kendiga cho'rvatdi deganligi, Tavratni sifati aniq kelgan payg'ambar kelsa, xuddi uni ko'magandek, anglamagandek, sifatini bilmaydigandek, shunda ko'mas, gas gachi bo'lib oldi degan ishorat qiladi. Ka'annahum la ya'lamun. Xuddi ular uni bilmaydigandek. Xuddi ular o payg'ambarning sifatini bilmaydigandek, uni tunumaydigandek mushundaq turib oldi deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali ularningki haqiqat oldidagi saxt xarakterini aytib beradi. Ya'ni ular uchuq haqiqat kelsa, o haqiqat ularningki dunyoviy ziyniga kelgandek bo'lib qolgan bo'g'achqa, ular uni xuddi bilmaydigandek turib oladi. Allohning kitobini keyniga cho'rib o'tadi. İşenmeydi. Lekin ular nimaga ishonadi? Nimani keyinda mangadi? Shayton tilovat qilib bergan narsani keyinda mangadi. Alloh subhanahu va taolo keyingi oyatda "Vattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulayman." Ular Sulaymonning podshohligi haqidagi shayton so'zlab bergan, shayton xabar bergan narsaga ergashdi ular. Qanda shayton deb bergan narsalar bu. Mas Sulaymon alayhissalom vaqtida kafir jinlar, shaytonlar osmonga o'rlab, Alloh subhanahu va taolo farishtalarga tushirgan hukmlar, ijro qilgan ishlarni maxfiy anglaydi. Ya'ni dunyoda bo'lgan ishlarni maxfiy anglaydi. Bular yerga tushib, bu kafir jinlar va shaytonlar, jinkash, sehrgar insonlarning qashig'iga berib, bir rostqa ming yolg'onni qo'shib, ularga deb beradi. Ondan keyin bu sehrgar jinkashlar bo'lgan ishlarni oldin kishilarga deb beradi. Bu orqali hammani biladigandak, g'aybni biladigandak, shunda o'ttirig'i chiqadi. Bundan xabar topgan Sulaymon alayhissalom butun sehrgar jinkashlarning hammasini tutgan. Va shundaqla ularning kitoblarining hammasini yig'ib o'zininki taxtining ostiga ko'mib etgan. Va shundaqla Sulaymon alayhissalom sehr bilan mashg'ul bo'lgan odamga o'lim jazosi e'lon qilgan. Undan keyin sehr oxirlashgan. Bir muddat o'tgandan keyin Sulaymon alayhissalom vafot topgan. Sulaymon alayhissalom vafot topgandan keyin shayton odam siyaqida yahudiylarning cho'nglarining qashig'iga kelib, Sulaymon payg'ambar bo'lganligi uchun jinlarni bo'ysundirmagan. Va shundaqla shamollarni, har xil hayvonlarning tilini bilishi uning payg'ambar bo'lganligidan emas, u sehr kitoblaridan foydalanib turib, jinlarni kontrol qilgan, hayvonlarning tilini bilgan, shamolni kontrol qilgan deb mana shunda yolg'onni ularga yetkazgan. Yahudiylar bunga ishongan. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloninki u yahudiylar shayton deb bergan narsaga ergashdi. Sulaymonning podshohlik haqidagi degani mana shu. Ya'ni shayton Sulaymon sehr bilan shamollarni, hayvonlarning tilini bilgan degan shaytonning deb bergan mushu gapiga yahudiylar ishongan. Va shundaqla ular taxtning ostini ko'lab u kitobni chiqarib, sirlarni o'rgangan va shundaqla o'zini ana shunda g'aybni biladigandek, hatto ba'zilar nurg'un, ozg'un, xurofot, shirk yo'llariga kirib ketgan. Va shundaqla bu yahudiylar Sulaymon alayhissalomni sihirga
sehrgar deb qaragan. U payg'ambar emas, u sehrgar deb qaragan. Alloh subhanahu va taolo buning qarta va ma kafara Sulaymon. Sulaymon kofir bo'lmadi dedi. Sulaymon kofir bo'lmadi deganlik Alloh subhanahu va taoloninki Sulaymon sehr ishlatmadi, sehr qilmadi. Chunki sehr qilgan odam kofir ya. Va ma kafara Sulaymon. Süleyman kafir olmadı. O sihir kımıdı o. Velakinne şeyatine kaferu. Şeytallah kafir oldu. Şeytallah sihir işletti. Yuallimunen nase sihre. O şeytallah insanlığa sihrini ügütetti. Ve ma unzile alel melekeyni bi Babil'e Harut ve Marut. Ve Babil'deki Harut ve Marut'un ibaret iki perişteki düşürgen neresini ügütetti deydi. Hem de Harut ile Marut'un kısı qandağı desanglar, Irak'ın Babil'da ayın devrinde. Bazılar bunu İdris aleyhisselam'ın devrinde de qaraydı. Bunisi naməlum. Şu devrinde Babil'da sihirgerlik naydı evc ağın. Kişiler sihirini hata yollarına işletken, birisi düşmanlık qilish işletken, hatta bazıları sihir işletip özünü ilah deb ilan qilgan. Lekin şu vaqtda möcüzem var idi. Yani sihir bilan möcüze birisi-birisiga alışıp ketgan. Mana şu vaqtda Allah subhanahu wa taala ikki perishtini, yani Harut bilan Marutni ularga avatgan va ularga butunlay sihirninki mohiyatini, ishlash prinsipini hammasini ularga tushundirgan. Mao sihir, mao möcüze, kishilar sihir orqali bunday qiladi deb sihirning qanday qildiganligini tadib buning hammasini qanday qilgan tafsili o'rgatgan. Bu ikki perishning maqsadi kishilarga sihir o'rgatish emas, sihirning mohiyatini tushuntirish edi. Xuddi saqchidan birisi kishilarga bir o'g'ri jinoyatchininki o'g'ri qilish taktikasini o'rgatgan o'xshash bu ikki perişte sihirgar yalğancılarınki sihir qilishki yo'llarini, usullarini, prinsiplerini, mohiyatlarini hammasini ügetken. Ve ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnetun fala tekfur. Bu ikki perişte kishilarga bunu tushundirgan vaqtida, bunu ügetgan vaqtida innama nahnu fitnetun fala tekfur. Biz bir sınaq. Yani biz bunu sizlarga tushundirib qo'yatamiz, ügütib qo'yatamiz, ko'rsatib qo'yatamiz. Nimishqa sihir ishlatib kafir bo'lish uchunmi? Undaq emas. Sihirning mohiyatini tushunish uchun, sihir bilan mo'jizaning orasini ayirish uchun shunday qilyapmiz. Fala tekfur. Shuning uchun kafir bo'lmanglar. Sihirni ishlatmanglar. Yani bunu ügünüpsizlar, bunu sihir qilib ishlatmanglar demay turib bunu öğretmegen. Yani her qandaq bir sihirning mohiyatini tushundirmoqchi bo'lsa, bu sehr mushundaq ishlaydi. Lekin sizlar buni ügünüp olib, buni sihirga ishlatmanglar. Kafir bo'lmanglar degan mushu shartni qo'shmay turib kishilarga tushundirmaydi. Fayta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baynal mar'i va zawji. Ular o ikki perişteden er bilan ayolning o'ttirisini ayıradigan narsalarni o'rgandi deydi. Yani o ikki perişte sihirning mohiyatini tushundirsa, ular buni tushunib, mao sihir ekan, mao mo'jiza ekan deb uni to'g'ri yo'lga ishlatmay, o sihirni ügünüp olib, er bilan ayolning o'ttirisini ayirishdan iborat mana shundaq yama yo'llarga ishlatgan. Xuddi bu ikki perişte pichoqning mohiyatini tushundirsa, bu kishilar pichoqni yama yo'lga ishlatganga o'xshash sihirning mohiyatini tushundirgan bo'lsa, ular o sihir orqali er bilan ayolning o'ttirisini qanday qilgan? Ayirgan. Demek bu ikki perishtagi tushunilgani sihirning o'zi emas, sihirning mohiyatini echib edi. Sihirning mohiyatini echib birish jarayonida ular sihirni o'rgangan va uni er bilan ayolning o'tirisini ayirishda ishlatgan. Ya'ni yama yo'lga ishlatgan. Va ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah. Ular Allohning iznisiz hech kimga ziyon yetkazmaydi. Sihir o'rgangan bo'lsin, ikki perishtagi tushirgan narsani o'rgangan bo'lsin, har qanday bir narsaning kuchi faqat va faqat Allohning izni bilan bo'ladi. Alloh taolo qo'ygan qonuniyatlar bilan bo'ladi. Va yata'allamuna ma yadurruhum va la yanfa'uhum. Ular o'ziga ziyon yetkazadigan narsalarni o'rganadi. Oxiratni vayron qiladigan mana shunday sihirni o'rganadi. Va la yanfa'uhum. Ularga hech qanday foyda bermaydi o'rgangan sihir. Va laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min xalaq. Ular, yani o Yahudiler, şeytanın tilavat qilib bergan narsaga ishongan kishilar, sihrini sotib olgan kishilarningki oxiratda hech qanday nasibasi yo'q ekanligini obdan biladi ular. Xavri bor edi. Wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum. Ular nafsi badiliga, o'zining vijdoni, iymoni badiliga sotib olgan narsa. Nima degan yomon? Law kanu ya'lamun. Kaşki ular bilgan bo'lsa. Qaranglar, 5 Allah subhanahu wa taala ular sihrini sotib olgan kishining oxiratda hech qanday nasibasi yo'q ekanligini biladi dedi. Keyin kaşki ular bilgan bo'lsa dedi. Bu ikkisi birisi-biriga zid emasmi? Zid emas. Yahudilar sihirninki oxiratda hech qanday nasibaga erishtirmaydiganligini biladi, lekin bilsimi unga amal qilmaydi. Demak, bir odam bir bilimni bilib, o bilim o odamninki e'tiqodiga, axloqiga, kishilik munosabatiga, haromdan yenib halolga mengishga ta'sir qilmasa, u bilgan hisoblanmaydi. Yahudilar biladi, lekin ish harakatiga ta'sir qilmagan. Ya'ni sihirni sotib olgan iymoni badaliga. Bu sababdan law kanu ya'lamun. Ular haqiqiy turda bilgan bo'lsa, sihirning o'zini halokatga elib borganligini haqiqiy turda bilgan bo'lsa deydi. Shunga haqiqiy bilim o insonni to'g'ri yo'lga yetaklaganda, ondan keyin bilim hisoblanadi. Walau annahum amanu wattaqaw. Agar ular iymon etgan bo'lsa, Muhammad alayhisolamga tushirgan kitobga iymon etgan bo'lsa, shaytonning degan gaplariga emas, Allohning kalomiga iymon etgan bo'lsa, iymon etiblan bo'ldi qilmay wattaqaw. Allohning cheklamalaridan yangan bo'lsa, saqlangan bo'lsa, taqvo bo'lgan bo'lsa, lamathubatun min indillahi khayr. Allohning qashidagi tugumas savob ular uchun yaxshi edi. Law kanu ya'lamun. Ular bilgan bo'lsa, haqiqiy shaklda, haqiqiy turda bilgan bo'lsa, Allohga iymon etib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga ishonib, ishonish bilan birga saqlangan bo'lsa, yomon ishlardan ular uchun
bu yaxshi bo'ladi. Kashki ular bilgan bo'lsa deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ularningki bilib turib, haqiqiy turda bilmaganlik uchun, ya'ni bilim ularga ta'sir qilmaganlik uchun lav, ya'ni kashki bilgan bo'lsa, shu bilim ularga ta'sir qilgan bo'lsa deb bu shaklda takrar keltirdi. Demak Alloh subhanahu va taolo sura Baqaraning 91-oyatidan 103-oyatigacha bo'lgan bu mazmunlarda Bani Isroillarningki iymon etmaslikdagi saxta bahonasini aytib tashladi. Va shundaqla inson qanday vaqtda iymon etdim deb turib fosiqlashib ketadiganligidan iborat bu sirni aytib tashlab berdi. Ya'ni bir odamning qalbiga dunyo muhabbati singib ketgan vaqtida u odam Allohga ishonsimi fosiqlashib ketadi. To'g'ri yo'lda mangolmaydi. O'zini haromdan to'sayolmaydi. Shuning uchun qalbimizga dunyoning muhabbatining qattiq singib ketishidan saqlanishimiz kerak. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo bu yahudiylarningki haqiqatga emas, Sulaymon alayhisolamning podshohlik haqidagi shaytonlarning deb bergan gapiga ergashganligi va shundaqla bu orqali sehr o'rgatganligi va shundaqla bu orqali kofir bo'lganligini xabar berdi. Demak, sehr bu Alloh subhanahu va taolo yo'l qo'ygan darajada kuchga ega bo'ladi. Sehr haqiqat, ya'ni sehr ta'sir qiladi. Ammo buning ta'sir qilishi Allohning izni bilan bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo sehrning ta'sir qilishiga ma'lum bir qonuniyatlarni qo'ygan. Bu mavjud, lekin bu sehrni ishlatishning o'zi kufrlik insonni kofirga olib boradi. Unda bo'lsa nima uchun Alloh subhanahu va taolo sehrni yaratgan deyishinglar mumkin. Yomonlikni yaratishning o'zi yomonlik emas, yomonlikni qilish yomonlik hisoblanadi. Bu dunyo imtihon makoni bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolo yaxshilikni yaratgan, yomonlikni yaratgan. Harom narsalarni yaratgan, halol narsalarni yaratgan. Bizga buyurilgani Alloh subhanahu va taolo to'sqan ishlardan yenish. Alloh subhanahu va taolo bu darsni hammamizga manfaatli qilib bersin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.